بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'qishlikdagi keyingi darsimizni boshlaymiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam 12 yoshga yetganida amakisi Abu Talib Shomga tijorat bilan safarga chiqishlikni niyat qildi. Bundan xabar topgan Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zini ham amakisi bilan borishligini Abu Talibdan talab qildi. Avvaliga Abu Talib ko'nmadi, lekin oxiri olib ketdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotida birinchi marta Makkaning tashqarisiga safar qildi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam birga ketayotgan mana shu karvon Shomga yaqinlashganda mana Busro degan joyga to'xtashdi. U yerda nasroniylarning ibodatxonasi bor edi. Mana dir deb nomlanadi. Bu dirda rohiblar bir necha yil tashqariga chiqmasdan ana shu yerda yemog'i, ichmog'i shu yerda bo'lib ibodatini qilishadi. Bu dirning oldidan Qurashning boshqa karvonlari ham tez-tez o'tib turardi. Karvondagilarni bu dirdagi odamlar bilan, cherkovdagi odamlar bilan ishi yo'q edi. Cherkovdagilarda karvonda odamlar bilan ishi yo'q edi. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birga kelayotgan karvon mana shu joyga yaqinlashganda rohiblarning kattasi bo'lgan Buhayro ismli kishi karvonni kuzatdi-da, ularni kelib to'xtashligini kutdi. To'xtaganlaridan keyin o'zini qo'l ostidagi kishilarga katta bir ovqat tayyorlaylar, mehmon qilamiz bularni. So'ngra ana shu karvonda kelgan kishilarning oldiga borib turib, sizlarni hammalaringizni men mehmonga chaqiraman, meni mehmonim bo'ling. Buhayroning bunday qilishining sababi shu ediki, karvon ularning oldiga yaqinlashib kelayotganda bu karvonning ustida oftobdan to'sib, ularni salqin qilib bulut kelar edi. Mana shu narsadan ta'jublandida, ularni nima sababdan bulut salqinlatayotganligini bilmoqchi bo'lib ovqat qildi. Karvonda kelgan ijtimoiy kishilarning hammasi Buhayroni ziyofatiga kelishdi. Faqat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yosh bola bo'lganligi uchun, eng yoshi kichkina kishi bo'lganligi uchun yuklariga qarab turishlikka qoldirib kelishgan edi. Mehmonlar kelishdi. Ovqatlanib o'tirgan holatlarida Buhayro u kishilarni har bittasini oldiga kelib, tikilib, hammasini bir qator ko'zdan kechirib bo'lganidan keyin so'radi. Bu sizlar bilan kelgan odamlarda hammasi shu yerdami? Yoki birorta odam qoldimi tashqarida? Ya'ni istagan narsasini topa olmadi. Shunda ular hammamiz keldik, faqat bitta kichkina bolamizni ana shu yuklarda qarab turgani qoldirib keldik dedi. Karvonda kelganlardan biri aytdiki, yetim bolani tashqariga qo'yib qo'yib, o'zimiz ovqatlanyapmizmi? Demak, biz yaxshi qavm emas ekanmiz dedi. Yugurib borib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga olib kelishdi. Bu Hayro payg'ambarimizni ko'rganidan keyin istayotgan kishisi shu ekanligini tushundi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuziga qarab uzoq kuzatdi. Hamda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ahvollari haqida so'rashni boshladi. Nimalarni o'ylaydi, nimalarni ko'radi, tushlarida nimalarni ko'radi. So'ngra Buhayro payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ovqatlanib o'tirar ekan, Nabiy sollallohu alayhi vasallamning yuziga qarab turib, "Ey bola" dedi, "Men sendan savol so'rayman. Lot va Uzzoni hurmati, Lot va Uzzoni o'rtaga qo'yib so'rayman, to'g'ri javob ber" dedi. Lot va Uzzo mana bilamiz, mushriklarni, Quraysh mushriklarini sig'inadigan butlarini ati. Buhayro ularga iymon keltirmaydi. Lekin nima uchun shu so'zni aytayapti? Chunki mana shu Quraysh o'rtasida Lot va Uzzoni o'rtaga qo'yib qasam ichib gapirilsa, qasam o'tkir bo'ladi. Yoki mana shu ikkita butini o'rtaga qo'yib turib so'rasa, javob berayotgan odam to'g'ri javob berish kerak. 12 ga kirgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Lot bilan Uzzoni o'rtaga qo'yib so'ramadi. Allohga qasamki, hayotimda bu ikkisini yomon ko'rgandek boshqa hech narsani yomon ko'rgan emasman dedi. Quraysh Lot bilan Uzzoga sig'ingan mushrik qabila bo'lishiga qaramasdan payg'ambarimiz biror marta butlarga sig'inmagan edi, sanamlarga sajda qilmagan edi. Bu Alloh taoloning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ko'rsatgan izzat ikromi edi. Buni hech kim o'rgatgan emas payg'ambarimizga. Alloh taoloning in'omi edi. Buhayro bundan ham hayron bo'ldi-da, "Unda men sendan Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman" dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Allohning nomi bilan bo'lsa so'radi.
Savollarini tugatib bo'lganidan keyin Buhayro kechida kuragini ochib bir ko'rib qo'yaylik kuragini dedi. Payg'ambarlik holini ko'rmoqchi bo'lgan edi. Kuragidagi payg'ambar holini Buhayro ko'rganidan keyin Abu Talibga qarab turib, bu bola kim bo'ladi senga? Abu Talib o'g'lim der edi, chunki yaxshi ko'rar edi, o'g'li deb chaqirar edi. Meni o'g'lim dedi, rost aytmading. Bu alomatlarga qaraganda bu bolani ota-onasi yo'q bo'lishi kerak. Ya'ni Alloh taolo Qur'onda aytgandek, ahli kitoblar ey Muhammad alayhisalom sizni o'g'il farzandlarini tanigandek taniydi derganda. Alomatlaridan taniyaptiki payg'ambarligini. Alomatlaridan bilyaptiki otasi yo'q bo'lishligini. Shunda Abu Talib to'g'ri aytding dedi. Bu meni jiyanim bo'ladi. Mana endi to'g'ri aytding dedi Buxayro. Abu Talibga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Shomga olib bormasligini Buxayro tavsiya qilib aytdi. Shomga olib borma. Agar olib borsang, yahudiylar tanib qoladi. Agar tanib qolsa, o'ldirib qo'yishadi. Abu Talib bu so'zdan xavotirga tushdi. O'zi qaytib ketmadi, lekin payg'ambarimizni bir kishiga qo'shib Makka ga qaytarib yubordi. Payg'ambarimizni yoshligida ko'rilgan mana shunday bir alomatlaridan yana biri shuki, ahlul farosa. Ahli farosa deb bu shunday bir ilm ekanki, odamni yuzidagi alomatlarga qarab turib, bu odamning kelajagi haqida bir xabar berishlik. Bu sehr yoki baxshilik emas. Buni ilmligini bitta dalili Imom Shofiy rahmatullohi alayh mana shu ilmni o'rganishlik uchun 5 yil umrini sarflagan. Ahli farosa deydi bularda. Odamning yuziga qarab turib, bu kishini kelajakda kutib turgan narsalarni aytib bera oladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana hijratning 9-yilida qabilalar Nabiy sollallohu alayhi vasallamga to'p-to'p bo'lib kelib iymon keltirishdi. Omul vufud, vafdlar yili deyiladi. Shunda Yamandan, mana Uzdan, Banu Sa'd ibn Bakr qabilasidan bitta odam elchi bo'lib keldi. Ya'ni har bitta qabiladan 10-20 odam kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kalima keltirib ketsa, bu Banu Sa'd ibn Bakr qabilasi bitta kishini jo'natgan edi. Bu Zumom ibn Sa'laba. Zumom ibn Sa'laba mana shu ahli farosalardan edi. Bu qabila Zumom ibn Sa'labaga aytdiki, sen bor. Ana shu Muhammad ismli kishi bilan uchrash. Uni haqiqatan rost gapiryaptimi yoki kazzobmi? Shuni bilibki, seni gapingga qarab biz ish tutamiz. Ya'ni Zumom ibn Sa'laba ahli farosalardan bittasi, hech qachon umrida xato qilmagan edi, adashmagan edi. Keldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib turib, "Kimlar Abdul Muttolibning bolasizlar?" dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam men dedilar. "Ey Muhammad" dedi Zumom ibn Sa'laba. "Men sendan hozir bir qancha savollarni so'rayman. Qattiq qo'pol gap gapiraman, sabr qil." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'radi. Zumom ibn Sa'laba payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarab turib, "Ey Muhammad, osmonlarni kim yaratgan?" dedi. Qanaqa savol edi? Payg'ambarimiz Alloh dedilar. "Yerni tekis qilib kim yaratgan?" deb so'radi Zumom. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Alloh deb javob berdilar. Tog'larni yerga mustahkam qilib o'rnashtirgan kim deb so'raganida Nabiy sollallohu alayhi vasallam Alloh dedilar. Shunda Zumom ibn Sa'laba osmonlarni ustunsiz yaratgan, yerni keng qilgan, tog'larni mustahkam qilib yaratgan Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman. Alloh seni payg'ambar qilib yubordimi dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam xotirjam turgan holatda ha dedilar. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam yuzidagi alomatlarga qarab turib, yolg'onchi odam ikkilanadi, taraddudga tushadi, Allohni o'rtaga qo'yib so'raganda o'ylanadi. Payg'ambarimizdan mana shunday bir qattiq javobni eshitganidan keyin ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu annaka rasululloh dedi. Mana shu kishini shu taftishi bilan qabilasi iymonga keldi. Endi mana shunday ahli farosalardan bittasi payg'ambarimiz go'daylik paytida Makka ga keldi. Odamlar endi bolalarini olib keladi. Bolasini ko'rib bir kelajagidan xabar bersin, qanaqa inson bo'ladi, qanaqa bir imkoniyatlari bor. Abu Talib ham 12 yoki 13 ga kirgan jiyani Muhammad alayhisalomni haligi ahli farosani oldiga olib qo'ydi. Haligi ahli farosa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ko'zi tushishligi bilan shunday qotib qoldi yuziga qarab. Uzoq tikilib turdi. Ya'ni unday qarab turib shashat aytib berardi boshqalarga. Lekin payg'ambarimizning yuzidagi alomatlarga qarab turib qotib qoldi. Uzoq tikilib turganidan Abu Talib xavotirga tushib qoldi.
So'ngra haligi ahli farosa bo'lgan kishi bir narsaga chalg'dida, yonboshiga qarab u qilgunicha ko'rmay turganida Abu Talib jiyanini shat olib nariga jo'natib yubordi. Haligi ahli farosa qarasa, joyida haligi bola yo'q. "Ey, qani men hozirgi bola?" dedi. Abu Talib indamadi. Qo'rqdi. Chunki u tikilib qarashligidan qo'rqqan edi. Qani hozirgi bola? Allohga qasam, kelajagi buyuk inson bo'ladi bu odam. Qani olib kelinglar dedi, lekin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam amakisi olib kelmadi. Bu ham payg'ambarimizning yoshligida ko'rilgan ba'zi alomatlardan edi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni jamiki yomonliklardan saqladi, o'zi tarbiya qildi. U zotni faqat butlarga sig'inishlikdan emas, odatda Quraysh qilishlikka odatlanib qolgan mayda ishlardan ham Alloh saqlagan bo'ldi. Toki payg'ambarimizga keyinchalik ta'na bo'lmasin bu narsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech qachon yolg'on gapirmaganlar. Hech qachon ma'siyat majlisiga, raqs va musiqaga guvoh bo'lmaganlar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ana shu yoshlik vaqtida qo'y boqib yurar ekanlar, o'zining hamrohiga qo'y boqib yurgan sheriga aytdiki, ya'ni shu qo'y boqilayotgan joydan yaqinroq bir joyga to'y bo'layotgan bo'ladi. Musiqaning ovozi keladi. Hamrohiga aytadi, "Men umrimda shu bir to'yda musiqaga guvoh bo'lgan emasman. Qo'ylarimga qarab tursiz, men borib bir tomosha qilib kelaman musiqani" dedi. Sheriga rozi bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam to'y bo'layotgan joyga bordi, o'tirib quloq solmoqchi bo'lishiga Alloh taolo ko'ziga uyquni berib qo'ydi. To'y tugab, optoq qizdirib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qizitib olguncha uxladida, issiqdan uyg'onib ketdi. To'y tugaganida qaytib bordi. Eshitdi. Ertasi kuni yana xuddi o'sha holat, yana to'y bo'lyapti. Yana sherigiga aytdilarki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam, "Men kecha uxlab qolibman. Bugun ham qarab tursiz, borib to'yni ko'rib kelsan." Sheriga rozi bo'ldi, yana kechagi holat takrorlandi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni odatda Quraysh qilib o'rganib qolgan ishlarni qilishidan ham saqlab qo'ygan edi. Shuning uchun yoshlar agar yoshligimizda shunday bir ma'siyatlardan Alloh taolo saqlab qo'ygan bo'lsa, araq majlislarni ko'rganda nafratlanadigan bo'lsak, gunoh ma'siyat bo'ladigan joylarda o'tirishdan hazar qilayotgan bo'lsak, bu bizning zo'rligimiz emas. Alloh subhanahu va taoloning bergan marhamati bizga berib tushunasan. Allohga hamdlar aytaylik. Xuddi shu vaqtda o'zida kimdir kazinoda o'tiribdi, kimdir araq ichyapti o'tirib, kimdir qandaydir ma'siyat qilyapti. Endi siz bilan bizni mana shu yerga olib kelib qo'ygan kim? Alloh yaxshi ko'rgan bandasini yoshligida nima qilar ekan? O'zi rozi bo'ladigan tomonga burib qo'yar ekan. Qiyomat kunida hech qanday soya bo'lmaydigan kunda 7 xil odam Alloh subhanahu va taoloning arshini soyasida o'tiradi. Shulardan bittasi yoshligini ibodat bilan o'tkazgan yigit deyiladi. Alloh taolo payg'ambarimizni ma'siyat ishlardan saqladi deb aytdik. Makka ahli uchun yalang'och bo'lishlik oddiy holat edi. Sababi: birinchidan kiyim qimmat edi, ikkinchidan Makkaga kelib Ka'batullohni tavof qiladigan kishilar faqatgina Quraysh qabilasidan sotib olingan kiyim bilan qiladi degan hukm chiqargan edi Quraysh. Yani albatta uning iqtisodiy sababi bor. Nima qilish kerak? Ana shu matohlarini o'tkazish kerak. Endi kimi Qurayshdan kiyim sotib olishlikka puli bo'lmasa, yalang'och tavof qilsin degan. Kiyim olishga qodir emaslar, yalang'och tavof qilardi. Erkak, ayol. Shuning uchun yalang'och bo'lishlik Makka ahli uchun ko'p unaqa uyat hisoblanmas edi. Quraysh og'ir ish mehnat qilsa, tosh tashishlik, tellashga o'xshagan ish qilsa, kiyimlarni yechib olardi. Ya'ni issiqda osonroq ishlashlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amakilar bilan bir joyda tosh tashirkan, amakilardan Zubayr aytdiki, "Jiyanim, agar mana bu ko'ynagingizni yechib turib, yelkangizga qo'yib olsangiz, taxlab turib, toshni yelkangizga qo'yganingizda sizga bir yumshoqroq bo'ladi" dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam rozi bo'ldilar-da, hattoki mana shu ustidagi ko'ylaklarni yechmoqchi bo'lib etagini shunday ushlaganlarida xushudan ketib qoldilar. Hatto yarim yalang'och bo'lmadi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Bu Alloh taoloning saqlashligi edi. Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni buyuk adab bilan tarbiyaladi, adabladi. Abu Talib
uyida payg'ambarimiz yashardi. Mana bilamiz, bobosi Abdul Muttolib vafot qilganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yoshlari 8 edi. 8 yoshidan payg'ambarimiz Abu Tolibning uyiga o'tdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam odob, axloq, buyuk axloq egasi edilar. Abu Tolib kambag'al, 10 ta bolasi bo'lgan. Endi kambag'al odamni ozgina ovqati dasturxonga qo'yilganda, ovqat oz bo'lsa, bolalar ko'p bo'lsa, och bolalar ko'p bo'lsa, nima bo'ladi ovqat kelganda? Hujum bo'ladi. Hamma o'zini dasturxonga tashlagan paytda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshqalar qatori tashlanmasdilar. Bu Alloh taolaning bergan bir in'omi edi. Agar ulardan bir narsa qolsa yerdilar, agar bo'lmasa shu go'zal axloqi tufayli bir necha kun och qolib yurardilar. Abu Tolib buni ko'rib turib, ovqat solishayotgan paytda jiyanimga alohida idishda solib qo'yinglar. Bu hammadan emas. Bu och qolib ketadi, lekin qo'lini uzatmaydi derdi. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh taolo shunday bir hifzi himoyasida saqlagan edi. Payg'ambarimiz yoshi 20 ga yetganida Fujor urushida qatnashdilar. Fujor urushi bu urush qilishlik harom bo'lgan Ashhurul Hurum harom oylarida qilingan urush Fujor urushi deyiladi. Mana ahli nasiylar deb turib avvalgi darslarimizda gapirganmiz. Havozin qabilasi Makka ga hujum qilganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu Makka mukarramani himoya qilib, o'zini qabiladoshlari bilan Fujor urushida qatnashgan edi. Himoyalanishi mumkin bu Ashhurul Hurumda bo'lgan jang, lekin hujum qilishlik mumkin emas. Payg'ambarimiz urushni qanday bo'lishini, urushda qanaqa bir hiylalari bor, qanaqa bir taktikasi bor, o'zi ko'zi bilan ko'rib, o'zi qatnashdi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimizni payg'ambar bo'lguchi bo'lgan hayotida yana bo'lgan bir ish bu Xilful Fuzul. Xilful Fuzulda qatnashdi. Buni qissasi shuki, Yamanlik bir savdogar kelib Makkada Os ibn Voilga, Amr ibn Os roziyallohu anhuning otasi, Os ibn Voilga matohini o'tkazdi. Os ibn Voil makkalik, bu Yamanlik kelganda. Ertaga dedi, indinga dedi, xullas pulini bermadi. Yamanlik kishi Os ibn Voilga borib, haqqimni ber deganda, bermayman, bor, qo'lingdan kelgan ishni qil dedi. Musofir zulm ko'rdi, nima qiladi? Quraysh Dorunadvada jamlanib turgan paytida shunday kirdida, to'planib turgan Qurayshga qarab turib, men zulm ko'rdim, meni haqqimni bermadi. Agar sizlar shuni ko'rib turib indamasanglar, sizlar ham zolimsizlar, sheriksizlar zolimga. Butun arablar o'rtasida sizlarni sharmanda qilib, sizlar haqingizda yomon gap tarqataman degan ma'noda baytlar o'qidi. Quraysh arab qabilalarining ichidagi eng hurmatli qabilalardan. Sayyidlar haqida gap ketadi endi. Bu lozim bo'lmaydi bu Qurayshga. Shularning ichida 3 tasi turdi. Turib, Os ibn Voildan haqqini undirib berishlikka va umuman Makkada kim zulm ko'rsa, kim haqqini ola olmayotgan bo'lsa, o'sha odamning haqqini olib berishlikka qasamyod ichdi 3 ta odam. U zulm ko'rgan makkalik bo'ladimi, tashqaridan kelgan bo'ladimi, shuni haqqini undirib beramiz. Qilich bilan bo'lsa ham, qon bilan bo'lsa ham deb qasam ichdi. Ularga bir qancha odamlar qo'shildi. Mana shu uchala odamning ismi Fazl edi. Endi Xilful Fuzul deganda fazillarning qasamyodi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu Xilful Fuzulda qatnashganlar. Aytadilarki, jahiliyat davrida dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam, Xilful Fuzulga chaqirilgan edim. Agar hozir ham unga chaqirilsam, albatta unga ijobat qilaman dedi. Islomiy narsa emas bu. Lekin mana shunda mazlumning haqqini undirib berishlik, zulmni yo'lini to'sib qo'yishlik ma'nolari borligi uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam meni chaqirsa deyapti payg'ambar bo'lgandan keyin ham. Borib mazlumning haqqini olishga yordam beraman deyaptilar. Vaholanki bu islomiy narsa emas bu. Islomiy tashkilot emas bu. Yazid ibn Muaviya xalifa bo'lib turgan paytda Madinaning valisi Valid Husayn ibn Alining haqqini bermay qo'yadi. Ya'ni islomdan burun ham bo'lgan Xilful Fuzul, islomdan keyin ham turgan quvvati. Chunki adolatli narsa bo'lganligi uchun. Valid Husayn ibn Alining haqqini bermay qo'yganida Husayn aytdiki, "Ey Valid, agar haqqimni bermasang, Xilful Fuzulni chaqiraman" dedi. Buni eshitib turgan Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhu aytdiki, "Agar Xilful Fuzulni chaqirsa" dedi, "Men albatta labbi deb boraman, qilichimni sug'uraman. Yo haqqini berasan, yo sen bilan urushib o'lib ketaman" dedi. Valid uni haqqini qaytarib berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning
Hadicha binti Huvaylidga uylanishligi. Abdul Uzzo ibn Qusay ibn Kilab zurriyotidan bo'lgan Hadicha binti Huvaylid Makkaning sayyidalaridan edi. Oqila, go'zal, iffatli, boy, nasl nasabi nihoyatda bir oliy bo'lgan ayollardan edi. 2 marta turmush qilgan, ikkala eri ham vafot etgan bo'ladi. 40 yoshdagi Hadicha binti Huvaylidga juda ko'p Makkani sayyidlari, falon odamlari sovchi qo'yadi, lekin erga hojatim yo'q deb ularga rad javobini beradi. Hadicha shunday boy ediki, boyligi Qurayshning yurgizadigan tijoratiga barobar edi. Ya'ni hamma Qurayshning tijorati qancha bo'lsa, Hadichaning o'zining tijorati shuncha edi. Juda katta puli bor edi. Ayol kishi bo'lganligidan, iffatli, pokiza ayol bo'lganligidan bozorga chiqa olmasdilar. Aralasha olmasdilar bozor ishlariga. Nima qilar edi? Erkaklar oralaridan omonatdorlik bilan tanilganlari bo'lsa, ularni chaqirib turib, pulini bir qismini berib tijoratga jo'natar edi. Ba'zilariga qilib kelgan ishi uchun xizmat haqi berardi, ba'zilarini foydasiga sherik qilardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Qurayshning o'rtasida laqabi Sodiqul Amin, rostgo'y va ishonchli edi. Hech qachon payg'ambarimiz yolg'on gapirmagandilar. Umrida biror marta omonatdor edilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana shunday omonatdorligidan xabar topgan Hadicha binti Huvaylid chaqirib, o'zini molini bir qismini berib, Shomga tijorat qilib kelishni taklif qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hadichani mana shu taklifini qabul qilib Shomga chiqdi. Hadicha binti Huvaylid o'zini quli Maysarani payg'ambarimizga qo'shib hamroh qilib berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech qachon birovni hisobidan kun kechirgan emaslar. 8 yoshligida qo'yni haydashlikka qodir bo'lib, kuch-quvvat to'plagan paytda amakisini yelkasida yuk bo'lib o'tirgan emaslar. 8 yoshidan 25 yoshigacha birodarlar cho'ponlik qilganlar. Bu hayotining bir katta qismi. Yetimlikni ko'rdi. Birodiyda yashab ko'rdi. Cho'ponlikni ko'rdi. Endi savdogarlikni ko'ryapti. Aytamiz, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayoti bizga ibrat namuna deb. Har bitta bosqichimizga ibrat ola olamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Shomga Maysara bilan safarga chiqdi. Maysara payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ishlaridan nihoyatda bir ta'ajjubga tushdi, lol qoldi. Birinchidan axloqidan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning axloqini Alloh taolo va innaka la ala xuluqin azim, buyuk axloq egasiz deyapti Alloh taolo. Odatda qul bilan xo'jayinlar yoki sayyidlar buyum bilan muomala qilgandek qilishardi muomalani. Lekin payg'ambarimiz qul bilan qilgan muomalasidan hayron qoldi birinchidan. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qo'lida qul bo'lib turgan keyinchalik Zayd ibn Xorisani otasi keldi Xorisa. Muhammad bu meni o'g'lim, bu qul emas edi, senga sotib yuborishibdi, aytgan pulingni ayt, beraman, olib ketaman dedi. Payg'ambarimiz hali payg'ambar bo'lmay turib qilayotgan ishi birodarlar. Sotmayman dedi. Balki ixtiyorni beraman. Agar xohlasa Zayd sen bilan ketadi, xohlasa men bilan qoladi. Endi o'ylab ko'ring. Qul bo'lib sotilib ketgan bola otasi kelib ozod qilib olib ketay desa, kimi tanlaydi? Zayd, bu kishini taniysanmi? Ha, bu kishi otam, bu kishi ham akam. Senga ixtiyorni berdim dedilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Xohla men bilan qol, xohla otang bilan ket dedi. Zayd ibn Xorisani tanladi. Allohga qasamki, Muhammaddan ko'rgan muomalam tonaman menga qila olmaydi dedi. Ey bola, esingni qul bo'lib qolasanmi dedi. Muhammad bilan qolaman qul bo'lib bo'lsa ham dedi. Nimadan edi bu? Payg'ambarimizni go'zal, mukarram axloq egasi ekanligidan quli ozod bo'lib ketishlik ixtiyor bersa otasi bilan ketmay bu yerda qolyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Zaydni yetalab, otasini yetalab Ka'bani oldiga olib kelib turib, "Ey Quraysh, eshitinglar. Bugundan boshlab bu ozod, meni o'g'lim. Mendan keyin menga merosxo'r bo'ladi" dedi. Shundan keyin otasi rozi bo'lib ketdi. Maysara mana shu muomalasidan hayron qoldi. Ikkinchidan Shomga borib kelgunga qadar bular yurgan karvonning ustida bulut yurdi. Bundan ham ta'jubga tushdi. Shomga ketishlarida 12 yashar paytida Busrodan qaytib ketgan deb aytdik. Ana shu joyga yetdi. Karvon to'xtadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam borib bir daraxtning soyasiga o'tirdilar. Buxoyro o'lgan edi endi.
Uning o'rnidagi boshqa rohib bu karvonni kuzatib, daraxt tagiga borib o'tirgan kishini ko'rib turib aytdiki, Maysaradan bu kishi kim deb so'radi. Muhammad ibn Abdulloh falon. Qiziqib so'radi. Maysara hamma savollarga javob berib turib, rohibdan nimaga sinchiklab so'rab qoldingiz dedi. Aytdiki, bu daraxt tagiga nabiy o'tirdi dedi. Chunki daraxtlar faqat nabiylarga egilib salom beradi dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam daraxt tagiga o'tirganlarida daraxt shoxlari shunday egib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salom qilib turgan edi. Bu bari alomatlar bor edi avvalgi kitoblarda. Maysarani yana hayron qilgan narsalardan bittasi shuki, payg'ambarimizni savdoda qilgan muomaladagi go'zallik axloqini ko'rdi. Odamlarga bo'lgan lutfi, kechirimliligi, zaif bechoralarga ko'rsatgan izzat hurmatidan qoyil qoldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lmaslaridan turib nima qilyaptilar? Muomalasidan qoyil qoldi. Odamlarning kelishligi ham nihoyatda bir ko'p bo'ldi payg'ambarimizga sollallohu alayhi vasallam. Yana bitta qilgan ish shu bo'ldiki, Quraysh savdogarlari bir tomonlama tijorat qilishar edi. Makkadan Shomga olib borib yoki Yamanga borib molini sotar edi, Makkaga pul olib kelardi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yangilikni kiritilarda olib borib sotgan molini puliga qaytarib Makkaga yana mol olib keldi. Demak, foydasi odatda bo'ladigan foydadan bir necha barobar ko'p bo'lib ketdi. Va bir tiyiniga xiyonat qilmasdan Hadicha onamiz oldiga qo'ydi. 2 oyligida yetim. 6 yasharida bobosining qo'lida. 8 yasharda amakisining qo'lida. Cho'ponlik, faqirlik, kambag'allik, endi savdogarlik, boylik davri kelyapti. Hammasida payg'ambarimiz bir xil go'zal axloq egasi bo'lgan. Maysara hojasi Hadicha bint Xuvaylidga yo'lda bo'lib o'tgan hamma narsani aytib berdi. Rohibning gapini, salqinni, muomalani, foydani. Hadicha onamiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga mana shu eshitgan narsalardan hayron bo'lib qiziqib qoldi. Va o'zi payg'ambarimizga sovchi qo'ydi. O'zini dugonasi Nafisa ismli ayolni sovchi qilib yubordi. Nafisa keldi, "Ey Muhammad, nimaga uylanmaysiz?" dedi. "Faqirligimdan" dedi. "Faqirligim, pulim yo'q bo'lsa uylanardim. Agar sizga go'zal, nasl nasabli, boy va iffatli ayol turmushga chiqishga rozi bo'lsa, qabul qilarmidingiz?" dedi. Payg'ambarimiz kim dedi? Hadicha dedi. Hadicha bint Xuvaylida Makkani falon kattakon zodagonlariga, kibor sayyidlarga yo'q deganda menga qo'yib bermadi dedi. Halima aytdi, "Bu yog'ini menga qo'yib bering. Qabul qilasizmi?" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qabul qilaman dedilar. Demak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zi xaridor bo'lmagan ekan, birodarlar. Hadicha onamiz xaridor bo'lgan ekan. Shunda Hadicha onamiz yoshi 40 da, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yoshi 25 edi. 15 yosh o'zidan katta ayolga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam axloqidan hech qanaqa bir ta'na topolmaydi dinimizning dushmanlari. Faqat xotinining soni 9 ta, 4 tadan oshiqcha bo'lganligini mana shu ayb deb bilishadi-da, shundan payg'ambarimizga bir malomat, ta'na, tuhmat yetkazmoqchi bo'lishadi. Mana eshitib turaylik. Payg'ambarimizning ko'p xotinliligi masalasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hadicha bint Xuvaylidning taklifini amakilar bilan maslahat qildi. Ular rozi bo'lishdi. Hamda Hamza va Abu Talib Hadichaning amakisining o'g'li Varaqa ibn Nafaldan Hadicha onamizni qo'lini so'rab sovchilik qilib borishdi. Hadicha onamizning mahriga 20 ta tuya belgilandi. Mahrini 20 ta tuyani payg'ambarimiz amakilari yordam berib to'lashdi. Faqir. Nikoh xutbasini Abu Talib o'qidi. Bu nikoh eng afzal nikoh, eng sharafli nikoh bo'ldi. Hadicha roziyallohu anhuning vafotigacha payg'ambarimiz bilan Hadicha onamizning turmushi 25 yil davom etdi. 25 yil payg'ambarimiz Hadicha onamizning ustiga xotin olgani yo'q. Biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni mukammal axloq egasi deb qaytib aytyapmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga g'arb sharqshunoslari, yahudlar va islom diniga dushman bo'lgan kishilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan ayb qidirib, ko'p xotinli bo'lganligini ayb deyshadi. Yahudlarga aytadigan gapimiz shuki, biz ham payg'ambar deb ishonadigan Davud va Sulaymon alayhissalomlar, yahudiy payg'ambarlar, nechtadan xotini bo'lgan? 70 tadan, 100 tadan xotini bo'lgan paytda u payg'ambarlarda, avvaliy oxirgi payg'ambarlarda eng afzal bo'lgan Muhammad alayhissalomning 9 ta xotini bo'lsa nima bo'ldi? Nima? Yahudiy bo'lgan payg'ambarga 70 ta, 90, 100 ta mumkin-u, payg'ambarimizga mumkin emasmi?
Endi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bu holati u kishi qanchalik oliyjanob, oliy axloq egasi, ruh va qalbi pok inson ekanligini bilishimiz mumkin. Agar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dinimizning dushmanlari xotinvozda ekandaqa xotinvoz bo'lganida, birodarlar 25 ga kirgan yigit 40 ga kirgan ayolga uylanmaydi. 25 yil umrini bitta o'zidan 15 yosh katta ayol bilan o'tkazmaydi. Qo'liga dunyo tushganidan keyin ikkinchi xotinni olishi mumkin edi, cho'ri sotib olishi mumkin edi. Qurayshda bu oddiy narsa edi. Hammada ikkitadan, uchtadan edi. Agar payg'ambarimiz shahvat kishisi bo'lganida qiz bolaga uylansa kerak edi. Dunyosi ko'paygandan keyin Xadija onamiz ustiga uylansa kerak edi. Bu payg'ambarimiz bu narsalarga qaramaganligi, balki Xadija onamizning nasl nasabini balandligi, sharafini yuksalishi uylangan emasmidi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ta'na otadiganlar aytadilarki, Xadijani puliga qiziqib uylandi Muhammad deb ko'rishadi. Birodarlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Xadija onamizga uylangandan keyinchi birodarlar, Xadija onamizning puli payg'ambarimizga olib qo'ymagan. Payg'ambarimiz avvalgi tijorat qilganidaqa bir qism pulini olib, yana tijorat bilan shug'ullangan, qonini o'zini mehnati bilan boqqan, xotinni hisobidan kun ko'rmagan. Xotinvoz deganlarga javob bu edi. Puliga qizi uylanganlar deganlarga javob bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga vahiy kelganidan keyin aytgan Xadija onamiz, "Ya Rasululloh, endi dunyoni tijoratda g'amini qilmang. Meni nimam bo'lsa Alloh yo'lida fido" dedi. Bu degani shu paytgacha payg'ambarimiz o'zi pul topib yashayotgan edi. Demak, payg'ambarimizga hech qanaqa ta'na ma'lumot o'tolmaydi bu dushmandan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agar xotinvoz bo'lganida 25 bilan 50 yosh, ya'ni Xadija onamiz bilan yashagan muddati 25 yil bo'ladigan bo'lsa, 25 bilan 50 yoshda erkak kishini xotinlarni ko'paytirishga bo'lgan rag'bat kuchayadi. Ayni shu vaqtda payg'ambarimiz bitta ayol bilan o'tyapti. Bu ham buyuk inson ekanligiga dalil emasmi, birodarlar? Qurayshda ikkita, uchta olishlik oddiy deb aytdik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agar uylanaman desa, kimlar qizini bermas edi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uylangan ayollarning ichida faqat Oysha onamiz qiz bola bo'lgan. Endi boshqa ayollarga kelsak, Alloh taolaning hukmi bo'lgan uylanishlik. Yoki Oysha roziyallohu anhaga uylanishligi Abu Bakrni sha'nini yuksaltirish uchun sahobalar orasida. Umar ibn Hattobning qizi Hafsaga uylanishligi Umar ibn Hattobni manzilatini ko'tarish uchun. Yoki biror bir qabiladan uylangan bo'lsa, shu qabila bilan muomalani yaxshilash uchun uylangan edi. Ini hammasi juvonida qarab qo'ying. Bitta Oysha onamiz qiz bola bo'lgan. Uylangan ayollardan Ummu Salama onamiz. Kampir bo'lgan. Bolalari ko'p bo'lgan. Vafot etgan Abu Salamani yetimlarni parvarishi uchun payg'ambarimiz Ummu Salama onamizga o'zi sovchi qo'yganida, "Ya Rasululloh, men qari ayolman" dedi. Bolalarim ko'p, yetimlarim ko'p dedi, ikkinchisi uylanib sunnat deyotganlar eshitib tursa. Kimga uylanyapti? Yetimlarni rioya qilish uchun kampirga, yetimlaringiz Allohga havola dedi. "Ya Rasululloh, men rashqchiman" deganida, "Rashqingizni Alloh davolaydi, duo qilamiz" dedi. Agar payg'ambarimiz shahvat kishisi bo'lganida, naq qiz bolaga uylanmasmidi? Kimlar payg'ambarimizga qizlarni bermas edi? Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, qiyomat kunida har qanday qarindosh urug'chilik, quda-andachilik uziladi, faqat meni quda-andachiligim uzilmaydi. Men tortaman o'zim ular bilan degan jannatga. Demak, birodarlar, xulosa eslaydigan bo'lsak, payg'ambarimizga shahvat kishisi, nafsining orqasidan ketgan, shahvatiga qul bo'lgan kishi deyotgan dushmanlar islom dushmanlari. Yaxshilab esib qo'ysinki, agar payg'ambarimizni boshqa joyda aybi yo'q o'zi. Agar shuni ayb deb o'ylashayotgan bo'lsa, eshitib qo'ysin. Mana shu tomoni payg'ambarimizning naqadar buyuk inson ekanligiga dalil bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.